Salom do'stlar. Siz bilan yana UZ Sport YouTube kanali. Bugun sizlarni o'zbek sportining so'nggi yangiliklari bilan tanishtiramiz. Bu safar sizlarga mashhur o'zbekistonlik jangchi Humoyun To'xtamurodovning dekabr oyida kutilayotgan janglari haqida gapirib beramiz. Ammo avval kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Borz laqabi bilan tanilgan Humoyun To'xtamurodov yalang'och mushtlashuv bo'yicha navbatdagi jangini o'tkazadi. U 14 dekabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan Rossiyaning Prime tashkiloti doirasidagi turnirda ringga chiqadi. Bu haqda tashkilotning o'zi rasmiy tarzda ma'lum qildi va allaqachon media kunlarini o'tkazib, Humoyunni bo'lajak raqibi bilan yuzlashtirdi. Uning raqibi asl kelib chiqishi kamerunlik, ammo hozirda Rossiyada yashayotgan jangchi Jan-Mishel Mbok bo'ladi. Ko'plab MMA muxlislari Humoyunni kuchsiz raqiblar bilan jang qilyapti deb tanqid qilishadi. Ehtimol bu fikrda biroz haqiqat bordir. Chunki Jan-Mishel Mbok professional arenalarda 8 ta jang o'tkazgan bo'lib, ulardan faqat bittasida g'alaba, qolgan 7 tasida mag'lubiyatga uchragan. Shu bois bu jangda Borz aniq favorit va ehtimol bu uning navbatdagi oson g'alabalaridan biri bo'ladi. To'xtamurodov so'nggi yillarda yengilmas yuribdi. U MMAda 2020 yildan beri 9 ta jangni ketma-ket yutgan. Shuningdek, yalang'och mushtlashuv janglarida ham g'alabalarni to'plashda davom etmoqda. Demak, bu safargi jangda ham Humoyun To'xtamurodov asosiy favorit. Biz ishonamizki, u bu jangni ham o'z uslubida ishonchli tarzda yakunlaydi. Do'stlar, kelinglar, jangni sabrsizlik bilan kutamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi jang yangiliklari va jonli efirlar esa bizning UZ Sport Telegram kanalimizda. Biz bilan qoling va o'zbek sportchilari uchun birgalikda g'alaba tilaymiz.